Biz o'zimiz shunaqa yashab o'tdik-da, qonun qoidalar bilan. To'rda turib ko'cha supurishlar. Hozir o'ylayman, kimga kerak ekan bu to'rda turib ko'cha supurish? Odamlar gapiradi. Nima deb gapiradi? Gapirsa gapiraversin. Gapirsa gapiraversin. Hozir menga bolalarimiz sog'ligi muhimroq odamlarning gapidan ko'ra. Tushunyapsizmi? Men hech qachon bolalarimga ham soat 4da turib supurtirmayman. Hech qachon qishni kuyda kunida muzdek suv sepishing kerak demayman. Hech qachon qo'shinni eshigidagini supurib kelishing kerak demayman. Menga muhimi bolalarim baxtli yashashi. Men shuni xohlayman. Chunki o'zimiz afsuski qonun qoidalar, standartlar odamlar nima deydi, kim nima deb o'ylaydi, kim nima deb muhokama qiladi degan qoidalar bilan ko'p umrimni o'tkazib oldim.